Yo'qsiz deb mushkullar. Mana assalomu alaykum do'stlar, aziz muxlislar. Mana buguncha qo'ldan kelgan nimalarni berib o'tirmiz. Yordamlar mana qaraylar bobu bilan ko'chama-ko'cha oilalarga tarqatib o'tirishga harakat qilib o'tirmiz do'stlar. Mana hozir bu yerda ham bir qiyinchilik oila bor ekan, ularga kelib o'tirmiz inshaalloh bularni. Sargardan. Boring, borib o'tiring boramiz. Bunadan Shirajon, tashqi qilma. Bu o'g'li lekin bu o'g'li qaramaydi. Qochib kelganim 4 kun bo'ldi. Yilagacha ayli boydalarni olib ketganlar ham eshitmasini olib ketgan. Xudo sizlar bizlar kanimiz topsizlar, sizlar xudo kanlarini topsin. Shu kunimni uni qilmasa yilagacha. Ha inshaalloh bo'ladi. Hech nima bo'lmaydi. Bunday kunlar martni boshiga keladi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Mana tavliga kelib o'tirman, mosh qaraydilar so'rang. Ali topolmadi, moshga ketib, bir chetga ketib tayladi. Yo'qdi men moshigini 4 tagini sag'arim, mana shu kelib o'tirman. Qanday qilay? Qo'l meni aqlimni chiqirib moshni qilib o'tirdim. Qo'y shu yerga qo'y. Qo'y bering. O'tiring mana. Yuzini o'rab o'tdi. Qanchata sag'iringiz bor? 5 ta sag'arim bor yilagacha. Ha. Cho'kir terib, qiy terib keladi, mashina guzaranda o'tkazib o'tiraman. 4 ta bilan 5 ta mashina qaraydilar, mashinadan so'ray bering. Meni hol ahvolim, bir o'g'lim bir gap qilmaydi. Mashinacha bo'lmadi. Ey, sirba qo'ysanglar. Ana shundan chiligini tommasa mosh becharalik beradi. Lashim monatsimda sening 2 kilo bo'yamjam mana birgina kilo yo'q ketirdi. Guzarani mana shunda bo'lib o'tirdi. Mosh qaradarga 4 dan 5 tagina yig'ib beradi, men mosh guzaranda o'tkazib beraman. Xudo sizlar meni qarim topsanglar, meni qanim sizlar to'qisanglar, sizlar qarlarni xudojon qilsin. Sizlarga mendan bir saqsanglar, sizlarga o'nisa bersin. Men mana shu 4 ta sag'irim, mana shu 4 mantiqadan oshib ostona deydan o'sha joydan kelgan sag'irlarni ergashdim. Kavushing yo'qmi? Qani bu kavushing tur qani? Yeringdan tur. Kavush yo'q, yinagacha moni bizlar monimda kavush kiyib beramiz. Shuncha bizlar sizlarni allaymiz. Qanday qilib allaymiz mon? Qani. Mana. Ana birgina sag'ir o'g'lim ketgan monayli mon shuncha bu. Aylanqa cho'kir tergan. Inshaalloh siz nima ish qila olasiz? Masalan, junga kira olasizmi? Boshqa gilam to'qiy olasizmi? Gilamam to'qiy. Ip olib bersak, materiallarni olib bersak to'qiy olasizmi? Unday qilichaga to'qiymiz, qalinda to'qilmayman yinagacha. Junga kira olasizmi? Yungi Sizni ish bilan nima qilamizda, bu nimada qachongacha bunday qilib kun ko'rasiz? Agar bir o'z kuningizni o'zingiz ko'radigan bo'lsangiz, o'sha junga bir narsa olib beramiz, siz o'shan orqali yigirib kuningizni ko'rasiz keyin. Qilaman, olib bering, baraka toping, yigirib qilaman. Moyingda chillaydi ketib ko'rsating, tag'anga yigirib o'ltiribmiz, mashina yigirib o'ltiribmiz. Bormi nima? Chillay, uyingdan olib chillaydi, olib keldi xamirxonaga qo'yilgan. Men 4 roz bo'ldi mashina ko'chib kelgan, 4 kun balayli o'tinlari qiylarni olib ketgan yo'qdan. Ana o'shalar olib ketgan, yegasiniki ana o'shalar. Bo'ldi inshaalloh sizlarga shu junga bir narsa olib beramiz. Sizlarga albatta shu orqali yordam qilamiz. Nima qilsangiz o'z kuningizni o'zingiz ko'ra olasiz. Keyin yordam bir yoqdan yordam qilmasam o'z kuningizni o'zingiz ko'ra olasizmi? Masalan, junga olib bersa ko'p. O'zingiz ipi girib eltib sotib yeguzaramni ko'raveraman. Ha. Keyin avaziga qaytadan yana junga olib, ozgina ip nima qilib yigirib mana shunday qilsangiz bo'ladi inshaalloh mana. Mashina yunga olib yigirib o'tirib biz bozordan ketib, kilosini olmishdan 50 dan olamiz mashinalarni yigirib. Men sizlarga junga olib beramiz shunday ko'p. Sizlar yigirib sotib kun ko'rasizlar inshaalloh, ha? Bo'ladi. Bu olib bering, men yigiraman, guzaramni o'tkazib o'tiraman. Bo'ladi. Duo qilib. Bo'ladi inshaalloh sizlarga bir yuborgan odamlarga bir duo bersangiz. Xudoyam bir bizlarga sizlar ko'mak qilinglar, sizlarga Xudo ko'mak qilsin, bizlarga biz birista qilsanglar, sizlarga o'nisa, qirista qilsin. Xudo avval aqllarni necha bag'laring butun bo'lsa, yaqalaring butun bo'lsa, Xudo bilan. Amin. Alloh. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Yordamlarni o'zgalarga yetkazdik. Inshaalloh ancha uzoqqa qaytuvdik.